Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana yakshanba dam olish kuni. Istanbulda eng ko'zga ko'ringan joylardan biri, musulmon dinining nozik durdonalaridan bittasi 17-asrda qurilgan Sulton Ahmet masjidiga kelyapman. Ko'rganlarga, takroran ko'rmaganlarga ko'rsatish uchun shu yerlarga kelib, shu joylarni ziyorat qilib, masjidlarda namozlar o'qib ketish nasib qilsin. Bu ham odam ko'p, bugun yakshanba. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Sulton Ahmet masjidining muzoridan ko'rinishi bu. Öyle abi bu. Devam etamiz. Yakshanba bo'lganligi uchun juda odam ko'p. O'zini ploshtidan ko'rinishi juda ham bahaybat. Ustunlari ham 17-asr uchun bu juda katta imorat hisoblanadi. Hozirgi kunda ham o'zini nufuzini yo'qotgani yo'q. Hamma turistlar shularni ko'rgani keladi. To'g'ridan ko'rinishi mana kuzatuvchilar. Juda ham odam ko'p. Bugun yakshanba bo'lgan uchun juda ham turistlar ko'p ekan. Bismillah. Katta minoralari. Shu yerdan to'g'ri kirish. Bismillah. Juda ham bahaybat. Juda ham katta, videoda aniq ko'rinyaptimi bilmadim. Juda ham hayajonli. Saroyda o'zi ham, ko'rinishi ham. Bu yerda hozirgacha ham namoz o'qilar ekan. Ichkarilarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha. Mana odamlar kirishga o'chirib turibdi. Shu yerdan kirishga harakat qilamiz. Bismillah. Mana kuzatuvchilar ichkarisiga ham kirib oldi. Kuba. Sulton Ahmet masjidi. Odamlar namoz o'qishyapti. Burasini kattaligini. O'rtoqlar, mana Sulton Ahmet masjidining mehrobi yonida turgan mana ikkita katta sham. 17-asrda chiroq bo'lmagan. Shu ikkita tomonga juda katta sham qo'yilgan ekan. Ko'ryapsizlar? Yoritish vazifasini bajargan bu. Juda zo'r. Mana kuzatishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Sulton Ahmet masjidining mana hovlisi.
Mana shunaqa qilib ichkarini ko'rib chiqib oldik. Yuqori ya. Buni yonida deydi qabrlari bor deydi. Hozir kirib ko'ramiz. Sulton Ahmedning qabri bor deydi. Shuni ko'rishga chiqyapmiz hozir. Mana kuzatuvchilar, shu yerda Sulton Ahmedning qabri bor. Deyishdi, hozir kirib ko'ramiz. Yosh ekan bu qabrini. Bu kirorishi mana. Bu yerda juda ham ko'p shekilli. Bismillah. Bu shahzodalar qabrlari orqa tomon ekan. Old tomonni ham o'tib ko'ramiz. Juda ham ajoyib. Ko'rmagan joylaringa boshqacha bo'ladi. Juda ham o'zgacha chiroyli joylar qilingan ekan. Juda ham qabr ko'p. Lekin boshqa millat vakillari ham juda hurmat bilan kirib chiqilyapti. Shovqin yo'q. Aytadigan holatda juda ham zo'r. Sulton Ahmed Xon qizi keyingilar Sulton Ahmed Xon qizi Ayshi Sulton. Beykar qizi Valide Sulton. Bu mana Sulton Ahmed Xon qabrlari. Juda eng kattasi shu ekan. Keyingilari Sulton Murodxon. Bu ham shu Osmanskiy imperiyaning katta xonlaridan. Sulton Murodxon qizi Robiya Sulton. Juda ham ajoyib. Shahzoda O'rxon. Bu shahzodalarning qabrlari. Mana shunaqa qilib ziyoratlarimiz Alloh qabul qilsin. O'tganlarga Alloh rahmat qilsin. Mana shunaqa qilib bitta ploshadning o'zida Sulton Ahmed masjidi qabrlariga kirib chiqdik va shu ploshadning o'zida bu yerda ko'rinib turgan katta Aya Safiya masjidi ham bor ekan. Keyingi videolar shu Aya Safiya videolari bo'ladi. Kuzatib boringlar. Hammaga rahmat.